yoshlar uchun 40 dan ziyod yangi tashabbuslarni e'lon qilib, qariyb $500 million ajratdik. Yoshlar uchun, ularning istiqboli uchun bugun kiritilgan mablag' investitsiya ertaga albatta 10-100 ming barobar bo'lib qaytadi. Sizlar ilm oling, yangi g'oyalar bering. Kashfiyot va loyihalarni qiling, izlanish va harakatdan charchamang. Men sizlarni doimo qo'llab-quvvatlashga tayyorman. So'nggi yillarda O'zbekistonda kitobxonlik madaniyatini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Kitob faqat bilim manbai emas, balki jamiyat tafakkurini o'zgartiruvchi kuch sifatida qaralmoqda. Birinchidan, kitobxonlik borasida bir qator muhim hujjatlar qabul qilindi. Xususan, 2026-yil 15-yanvarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida prezident qarori qabul qilindi. Ikkinchidan, kitobxonlikni ommalashtirishga xizmat qiluvchi yosh kitobxon oila kabi tanlovlar yo'lga qo'yildi. Bu tanlovlarda g'oliblarga hatto avtomobillar topshirilayotgani jamiyatimizda kitob o'qish nafaqat ma'naviy, balki ijtimoiy jihatdan ham qadrlanayotganini ko'rsatadi. Masalan, harbiy xizmatchilar o'rtasida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan Ma'naviyat qalqoni Respublika kitobxonlik tanlovi g'oliblari ham elektromobil bilan taqdirlanishi kutilmoqda. Uchinchidan, yangi kutubxonalar qurish va mavjudlarni modernizatsiya qilish ishlari jadallashdi. Xususan, Toshkent shahridagi Respublika bolalar kutubxonasi 2023-yil avgust oyi oxirida keng ko'lamli rekonstruksiya va ta'mirlash ishlaridan so'ng qayta ochildi. Bu bino nafaqat kitob saqlash maskani, balki zamonaviy madaniy markazga aylantirilgan. To'rtinchidan, nashriyotlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida soliq va bojxona imtiyozlari berildi. Asosan, nashriyot matbaa faoliyatidan daromad ko'radigan korxonalar foyda solig'idan kitob mahsulotlarini realizatsiya qilish, shuningdek, ularni ishlab chiqarish va tarqatish bilan bog'liq bo'lgan tahririyat, nashriyot va matbaa xizmatlari qo'shimcha qiymat solig'idan, kitob mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun chetdan olib kelinadigan qog'oz, uskunalar, ehtiyot qismlar va boshqa materiallar bojxona to'lovlaridan ozod qilindi. Beshinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda kitobxonlikni targ'ib etuvchi media loyihalar, challengelar va aksiyalar ko'paydi. Xususan, birga kitob o'qaylik, kitobxon davlat xizmatchisi, kutubxonaga qanday boriladi aksiyalari keng kitobxonlik jamoasi tomonidan iliq kutib olindi. Xulosa qilib aytganda, kitobxonlikni rivojlantirish borasidagi islohotlar natijasida jamiyatda kitob o'qishga bo'lgan munosabat ijobiy tomonga o'zgarmoqda. Endi bu jarayonni davom ettirish va uni kundalik hayot tarziga aylantirish eng muhim vazifadir.